qiynalib bola tuqqan ayol 40 marta hajga borganni savobini topar ekan. Uxlamasdan kechasi bolasiga qaragan ayol toat ibodatni savobini topadi. Bolasi kasal bo'lib xastalanganda bolasini ustida girdi kapalak bo'lib bolasini mehr ko'rsatib sog'aytirgan onaga 1 yillik toat ibodat, shuni ichida ro'za. 1 yillik toat ibodatini beradi degan ekanlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Erini kiyimini yuvgan ayolni Alloh butun gunohlarini mag'firat qiladi degan ekanlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam.